Bitta gapni eshitdim-u, tepa sochlarim tikka bo'ldi. Nimamush, men klientlarni aldab Xitoydan olib keltirganman deb, tovarlarni Xitoydan olib keltirib sotmasmishman-da, bozordan olib keltirib uni Xitoyga deb sotarmishman. Qizlar, ozgina tuhmat qilgani uyalinglar. Bitta narsani o'zinglar uchun bilib olinglar. Mara shopimni, ya'ni mana shu onlayn magazinim ochishimga eng glavniy sabablardan bittasi o'zimni bozorga chiqa olmaganim. Ya'ni menga bozorga chiqishga ruxsat yo'q. Men bozorda qayerda nima sotishini ham, nimalar qaysi tarafda yaxshi sotadi, qaysi tarafda sifatsiz narsalar sotadi, даже shuni ham bilmayman qizlar. Bir yilda bir marta zo'rg'a chiqib kelmasam agar, menga umuman bozorga chiqishga вообще ruxsat yo'q. Именно o'zim bozorga chiqa olmaganim uchun ham men Xitoy saytlarini ko'rib, u yerda hamma narsa borligini ko'rib, ham chiroyli, ham качественный, ham mелочь narsadan tortib to kiyimlargacha, to katta uylar uchun jihozlar, hamma narsa borligini ko'rib, bittada mehr qo'yganman va birinchi bo'lib o'zimga, oilamga, farzandlarimga olib keltirganman. Menga yoqqani uchun men meni подписчиklarim, ya'ni meni kuzatuvchilarimni iltimoslariga, takliflariga binoan onlayn shop ochganman. Ya'ni ular aytishgan menga, siz chiroyli obzor qilasiz, hamma narsani chiroyli qilib tushuntirib berasiz. Davaychi siz ham onlayn shop oching deb ulardan chiqqan fikrga asoslangan holda Mara shopni ochganman. Men Allohdan doim so'rayman, Allohim meni xarakterimga mos tushadigan klientlarni menga yuborgin deb. Aksariyat klientlarim shunaqa, uydan ko'chaga chiqa olmaydigan, bozorga bora olmaydigan, qaynonasi yoki eri ruxsat bermaydigan, даже dostavkani ham zo'rg'a olib qoladigan ayol qizlar. Ya'ni o'zimga o'xshagan ayol qizlarni, ko'chaga chiqa olmaydigan ayol qizlarni og'irini yengil qilish maqsadida ochilgan bu onlayn shop. Rizq Allohdan. Mendan kim sotib oladi? Mendan doim menga ishonganlar yoki-da вообще begona insonlar bo'lsa ham men bilan muomala qilgandan keyin, ularni aytgan narsalarini vaqtida yetkazib, ishonchlarini oqlaganimdan keyingina men bilan juda ham yaqin bo'lib ketgan nechta klientlarim bor. Ular bilan даже o'zimning qarindoshlarimdan ham yaqin bo'lib ketganmiz. Men hech qachon bozordan tovar olib keltirib sotmaganman. Faqatgina Dubayga borganimda Dubay bozoridan ro'mol olib keltirib, ro'mol sotganman. Uni o'zim borib olib keltirib sotganman. Mara shopni men tirikchilik uchun qilmayman. Bu ishni o'zim yaxshi ko'rganim uchun qilaman. Menga ishonsanglargina mendan narsa xarid qilinglar. Menga ishonmasanglar sekingina gruppamni, kanalimni umuman meni udalib chiqib tashlaylar qizlar. Meni ishimga bo'lgan mehrimni sovutmaylar. Meni yaxshi ko'rganlar shundoq ham bilishadi. Meni qanaqaligimni, qayerdan nima olib keltirib sotishimni juda ham yaxshi bilishadi. Hammalarni yaxshi ko'raman. Всем пока.